Ayni paytda men Mirishkor tumani Obod mahallasiga boraverishdagi katta markaziy yo'ldaman va bu yerdagi chuqurlar kattaligidan uning ichiga bemalol sig'yapman. Endi bu yerda qatnayotgan haydovchilarga qanchalik qiyin ekanligini tushunavering. Ishlab olishga ham yurolmaymiz. Yo'l noqulaylik, mana mashinalarimiz hech kimga bormay remont talab bo'lib qolyapti, hadovoylar to'kilib. Shu bir 80-yillardan beri to'g'ri ta'mirlangan yo'q bu yo'llar. Asfalt o'pirilib ketgan bu chuqurlarni yamashga harakat qilyapman. Lekin ko'rib turganingizdek, bu ish bermasa kerak. Mashinaga chiqqaningizdan keyin ham yo'llarda shunday agar orqa o'rindiqlarga o'tirsangiz, boshingiz top borguningizcha 40 marta nima shpiga tegadi mashinani. Undan keyin kasallarni agar olib boradigan bo'lsak ham, rayonga telefon qilsak, tez yordam kelgunicha kamida yarim soat o'tib ketadi. Yo'llarda to mashinalar kelguncha 41 ta teshikka tushib chiqadi chuqurlarga. Birovda mashinasiga o'tirdim, orqa o'rindiqda yo'lda ketyapmiz, shunday otyapti, endi boshim bir 6 marta mashinani shpiga tegib oldi. Mana yangi mashina 8000 kilometr ham yurmagan. Taglari umuman kecha yog' almashtirib ko'rdik, hamma yeri tekkan. Mana diska, mana yorilib ketgan mashina. Biz sizlardan talab qilamiz, iltimos qilamiz, qani shunday yo'lda bir amaliy yordam bersangizlar. Biz kelib qatnab ishlaymiz. Har kuni mana shunday 50-60 kilometr kelib ketamiz. Amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Ushbu shikoyatlar yuzasidan biz mutasaddi shaxsdan telefon orqali rasmiy izoh oldik. 2025-yil 10-avgustga qadar Obod, Elobod mahallalarini tashuvchi umumiy foydalanib bo'lgan avtomobil yo'li yuzasidagi qoplamani o'ydimchi ko'chalari to'liq yamishni orqali ta'mirlanib, harakat xavfsizligi ta'minlanadi. Doimgidek biz bu muammoni ham o'z nazoratimizga olamiz va mas'ul aytgan muddatda bu mavzuga, bu manzilga yana qaytamiz. Dilshod Nabiyev, Qashqadaryoda shunaqa gaplar.